Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar, biz video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha Tepa Qo'ron qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar, hafta kuniga dushanba 9-mart 2026-yil. Xudo xolasa qo'ylar bor, optim olib keladigan o'sha Ilhomjonni qorasiga kelganmiz. Ilhomjon, Hep oldingizmi? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi? Rahmat. Bugunga Xudo xolasa qo'yiladi. O'ta gigantlarni olib kelibsiz, Ilhomjon? Sifatan udorlar. Bayda soni nechta ya? Bayda 40 dona aka. 40 dona. Ammo qo'chqorlarni ham, zotqa ham, go'sht yo'nalishiga ham. Hurmatli obunachilar, mana qo'chqorni ko'ringlar. Xudo xolasa o'ta polvon. Xudo xolasa qo'ylarimiz zo'r. Xudo xolasa bo'ylari 85-90 ga bor ekan-a. Ha, endi 80 dan 90 gacha. 80 dan 90 ga deyilgan. 80 dan pasti yo'q. Ammo lekin qo'ylarimiz zo'r. Tish yorgani bormi yo'q bularchida? Oldi yorib qoldi aytayjon men. Mana ko'raylik, mana shuni bitta ko'rib qo'yaylik mana shuni. Oldi yorib qoldi, oldi yorsa ketib qoldi. Nima ish ko'rsating? Mana hurmatli obunachilar. Mana bo'ylari. Ha, bo'yi o'zi buni aytib turibdi. Qo'ldan chiqaradi. Ha, o'ta gigant bu qo'chqor. Hurmatli obunachilar, mana zotqa ham bo'laveradigan qo'chqorlar ekan, lekin buni oq yuzlar bor ekan. Afg'on sifatida, ana shuncha afg'on sifatida. Mana shu bitta bor ekan-ku. Juda bo'lakcha qo'ygan, ammo ishqim ketdi. Mana hurmatli obunachilar, zo'ridan zo'r ekanlarga oq yuz, quloq joylar shular o'ta zo'r, xudo xolasa, lekin yaxshi ekan qo'chqor. Bu afg'onga gibrid ekan, hurmatli obunachilar. Poz aka. Mana hurmatli obunachilar. Ko'rishlari mumkin. Hammasi xudo xolasa qo'zi, shishak, xudo xolasa toza Qirg'iziston Bishkek qo'ylari ekan, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlar, go'sht yo'nalish deysizlarmi, zotgami, tanlaganlar xudo xolasa shuni skrinshot qilib tashlaysizlar. Xudo xolasa Ilhomjon Telegram nomer qoldiramiz, Telegram, WhatsApp tashlab berasizlar. Mana shuni uka bo'yini o'lchab berin desalar, xudo xolasa bo'yini o'lchab tashlab beraveradi. Lekin qo'ylarimiz anavi qo'ylar emas. Ha, bular charchoq chiqqan yo'q ekan. Azna yem yalasa, xudo xolasa qurvollikka boqaman deganlarga go'sht yo'nalishga liboy aligisa kelaverar ekan qo'ylar. Lekin mana bu qo'ylar o'ta chot ekan, o'ta polvon ekan, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlarga mana. Mana shu qo'chqor ham mashqim ketdi lekin. Zo'rlaridan so'raganlarga mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa. Bayda son nech dona dedik? 40 dona. 40 dona. Hozir mana shunday holatda sanadik, bitta ikkita aqabaqasi bo'lishi mumkin, ko'p emas, lekin 40 dona chiqish kerak. Bitta yo ikkita kam yo ko'p chiqishi mumkin. Xudo xolasa 40 tacha aqbaqa ekan. Alinda qasi yo'q bayda. Ha, sanab nima o'tkazib ber, ha. Qisqasi bayda 40 donada xomtahmi nima qilsak ham, lekin qo'ydi taygoni sera bir 100 ta 150 ta qo'y bor-a. Bitta qo'y bor-a, nari tarafda ham qo'y bor. Mana hurmatli obunachilar. Qora variantlari ham bor. Mana qorasidan ham so'raganlar, mana bu tarafda bor ekan. Xudo xolasa bularni bo'yi 80 dan 90 ga oldi tish yorgan, hurmatli obunachilar. Go'sht yo'nalishga deysizlar, xudo xolasa qurvollikka mana. Lekin mana bu qo'ylarim shuni yem yarasa birpasda ko'zga ko'rinadi, xudo xolasa inshaalloh. Qo'ylarimiz zo'r, xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, birata prosto yo'q bayda. O'ta Tulashga kelib qo'ydi. Mana hurmatli obunachilar, mana o'sha keyin tulayapti. O'ta polvon bu qo'chqor. Ilhomjon, endi buni bir boladan gaplashaylik. Narxida. Narx ko'ryapsiz, 6-6,5 deyishyapti. Endi hamma chiqaraveradi, endi sizga boshqa. Siz xudo xolasa shundan keyin kanalda dalish yurgizib beramiz. 5 million 700 dan aka obunachilar. Ha, 5 million 700 dan demang. Qo'ldiring. Qisqasi buni 5 emas. 5 million 300 mingdan berishadi, bo'ldi, e'lon yopiladi. Hammasi bir joyga. Aka 56 dan bo'laveradi aka, siz obunachilaringiz aka. Oldi qo'shdi gap kerak emas Ilhomjon. Qo'ylarimiz zo'r, xudo xolasa, lekin yeb ichishi, sog'ligiga bir hafta kafolatini berasiz. Oldi qo'shdi gap kerak emas. Qarang. Endi qo'lingiz ushashadi. 5 million 500 ming so'mdan dastlabkasini Toshkentda qilib berasiz. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. 56 dan dastlab. Yo'q, shuni demang. Siz lekin qo'ylaringiz zo'r. Badani ham zo'r. Ya badani ham zo'r, bu kilaga ham kelaveradi bu qo'chqorlar. Obunachilar qurvollikqa basta ham bo'ladi. Quloqlari ham butun. Hammasi quloq butun ekan, deydi. Birontasi nimasi yo'q ekan.
Ilhomjon 5 million 500 ming so'mdan dastlabkasi Toshkentga davr tanlab olgan odamga plus minusi bo'ladi. Aqni kelishib olasizlar. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Plus minusi bor aka, bu yerda to'g'ri tushunishsin-da. 5,5 Kanalimizda siz yangisiz Ilhomjon. 5 million 500 ming so'mdan bo'ldi, oldi qoch gap kerakmas. Dastlabkani Toshkentga qo'yib berasiz. bir yerga Bir yerga olishsa. Tanlab olishga, xudo xolasa plus minus bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bayda xudo xolasa, bayda minus yo'q, xudo xolasa hammasi plus, xudo inshaalloh. Olgan odam olib baraka topadi. Oybek obunachilaringiz aka 5,5 dan qo'ydingiz-ku, men 2 ta olyapman-ku, tanlab olyapman deysiz, chunki o'zingiz ham ko'rib Ha, shunaqa. 6 dan balandlik qo'yiladi ichida. Bayda 6,5 7 million qo'ylar ham bor. Mana hurmatli obunachilar. Masalan, qarang Ilhomjon. Menga masa qo'ylansa 4 ta olaman desa, qanchadan berasiz? 4 dona olsa, 4 dona. 4 dona terib olishadi aka. 6 million 200 dan dastlabkasini qilib beradi. 6 milliondan berishadi, bo'ldi, boshqa gap. bo'ylab 6 milliondan qilib beraveramiz. Mana hurmatli obunachilar, 6 million so'mdan aloqa chiqarasiz. Lekin qo'chqorlarimiz o'ta kelishgan, o'ta gigant qo'chqorlar. Oldi tishiyorgan, bo'ylari 80 dan 90 ga davr. Baydan 80 yo'q bo'lsa kerak, xudo xolasa. 80 yo'q. Ha. Lekin hurmatli obunachilar, 5,5 dan pastida qo'chqor yo'q bayda. Libba qo'raga borsalar, mash qo'yiladi 7 milliondan deydi, tanlab olishini. Mana ko'rishlari mumkin. Orqalari o'ta go'zal. Ha, qo'ylarimiz birata nimasi, charchoq chiqib qolsa, bu qo'ylar eplolmaydi. Jun to'sib turgan bo'lsa ham, lekin razrezlari hamma yo'q o'chirdi aka, mana shu Zo'ridan boqaman deganlar, go'sh yo'nalish deysizlarmi, zotga ham farqi yo'q. Olgan odamda xolos olib baraka topadi. Ikkinchi partiyamiz qanaqalari bu? ikkinchi partiyamiz yana shu qoralari bor, tashidan turib ko'rsataveramizmi aka? Bo'ldi, mana ketdi. Bayda hozir qilinchoq qoldi. Ha, qoramizda ham hozir baqa chiqarsa juda prob ko'p qoladi. Turib beramizmi? Mana hurmatli obunachilar. Qoralarimiz ham Qirg'izstonni qo'ya hammasi. Qirg'izistonniki endi aka, bular haligi. Nayda? Qorasini ajratib qo'ygan. Qorasi ajragan xolos. Bu bitta sariq qo'yib Olib ketib sariq chiqmay qolib ketmaydi. Ora, Oybek. Ha, ag'dik sariq Qolib ketib yotib olgan ekan, qarama. Endi sariq ham shunaqda ketaversin. Ketadi endi, iloji yo'q. Mana hurmatli obunachilar, bulat bo'yi ham xudo xolasa kichkina qo'ymas hammasi. Lekin hammasini qulog'i butun, xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlarga mana. Mana jun olinganlari ham bor ekan. Agregat ham qo'ydik. Mana, ash agregat o'shanchi bu kichkina qo'ymas, badani ham zo'r bu qo'yda. Mana hurmatli obunachilar. Qolalar ham o'ta go'zali bor Oybek. Ha, bayda kichkina qo'y yo'q ekan, hamma zo'r. Bir-birodan polvon qo'ylar. Oybek aka, Aylanma. kambag'alni bo'y qiladigan puli yengil varianti. Puli yengil variant. Pasti o'sha 80 dan baland, eng pasti ham yo'q 85 atrofida aylanaveradi. Eti ham zo'r ekan, xudo xolasa. Bularni ham ko'p cho'zmaylik. Narxida Ilhomjon. Bitta gapiramiz. Ha, boshqa gap kerak Mayli emas. juda qilmaymiz. Buni Bayda 5 soni million nechta? qo'ysak ham arzon aka. Bayda soni nechta? Soni bilmayman. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 dona bu qorada. 20. Aka mana o'sha ko'rsatib yuboring, mana shu qo'ylarni. Mana. 20 dona shu qorada. Shuni orqalarini ko'rsatib yuboring. Bu qo'yingiz o'ta polvon bu qo'yingiz. Mana hurmatli obunachilar. Aka, Qo'ylarimiz xudo xolasa o'zi narxi bilan chiqsin, bitta narx ayting bo'ldi, 20 tasi bir joyga. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Toshkent, Samarqandgacha dastlabkasini kelishamiz. O'sha narxda ketaveradi. Oldi qochisi yo'q, so'ramaysiz. 48 dan bir joyga. Bunaqa narx bo'lmaydi aka. Mana hurmatli obunachilar, 4 million 800 ming so'mdan xudo xolasa, lekin qo'chqorlarimiz azna yem-yelasangiz shunga ko'zga ko'rinib. Oybek 25 dona soni. 25 dona ekanmi? 25 dona. Chunki nari qo'rda 5 tasi yotibdi qoralar. Xudo turib alohida qilib beraman. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlari mumkin. Nari qo'rada ham turibdi. Sariqlar ichida. Qisqasi, Bir dona qo'yimizmi aytgancha? aha, Uni oxirida qo'yib qo'yamiz. zotqa. Ayni zotga deysa ham, go'shtga deysa ham farqi ketaveradi. yo'q. Asosan endi zotga olishsa yaxshi bo'ladi. Lekin yaxshi qo'y, arziydi. Arziydigan qo'y. Inshaalloh, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, xullas bu qo'ylaringizni shunday kelib, uka lakasi tashlab bering deysa, lakasi tashlab beraverasiz, kelib ko'rishib. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i telefondan turib, telegramlarga lakasi tashlab beramiz. Mana Tepasida savdo bo'lsa baribir boshqacha. Ha, ko'rib olishsa hijolatchilar bo'lmaydi. Mana hurmatli obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz, xudo xolasa. Lekin qo'ylar arzon qo'ydi, mana shu qo'ylar. Oybek, Hurmatli obunachilar, mana oxiriga xudo xolasa zotga deysizlarmi? Xudo xolasa go'sht ishga deysizlarmi, lekin kalla garbonuslar, quloq joylashlar o'ta zo'r. Lekin bu qo'yimizning qulog'i xudo xolasa 18 plus.
18 Ha, chiqadi. bo'yi xudo xolasa 85 ga boradi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana. 80 ga olishaveradi. Ha, mana razrezlarni ko'ringlar. Xudo xolasa dum degan narsa yo'q, inshaalloh. Ilhomjon, qo'yingiz zo'r. Necha oylik bu? Bu bir 8-9 oylik. 8-9 oylik atrofida. Xudo xolasa. Lekin qo'chqorimiz qo'y bor o'zini. arziydi, xudo xolasa. Mana, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa. Ilhomjon, bu narxini bitta ayting, bo'ldi, tars ketdi. 6 millionga vodiy bo'lib dastavkasini qilib. Mana hurmatli obunachi 6 million so'm. Lekin bunaqa Kallasi o'ta tiniq ekan. ha, kallasi ham chiroq, dumbarazlar ham o'ta kelishgan. Mana hurmatli obunachi, kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Bunga mana shu oxirgisi. Ha, bo'ldi mana shu. Mana qo'ylarimiz, mana hurmatli obunachi, mana sirob. Bayda bayda 200 bosh, 200 bosh qo'ylar sirob bayda, hurmatli obunachilar. Borib ko'rib, ishlari bitadi. Maqsad qo'y olib kelishadigan bo'lsa, ish bitadi aka. niyat qilib kelishsa bo'ldi. Aka qo'ylar charchov, ertalab tushgan, ko'ryapsiz. Ha, Qo'ylar yotibdi. yotyapti. Bular agar o'zini charchab chiqsa, o'zini ko'rsatadi qo'ylar. Xullas, sizga telefon qilib, uka qo'yingiz oldim degan odamga shuni skrinshot qilib, mana shu meni tashlab bering deysiz, tashlab beraverasiz. Tashlab beramiz aka. Bitta olsa ham tashlab beramiz. Mana hurmatli obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Bugunga xudo xolasa shular edi. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.